Yevropa parlamenti yig'inida bir turlik muhim qaror loyihasi butun a'zolarning birdek ovozi bilan ma'qullandi. Yevropa parlamenti yig'inida Xitoyning Sharqiy Turkistonda atalmış tarbiyalash markazi nomidagi kollektiv jazolash lagerlarining darhol taqilishi va lagerlarda tutib turilayotgan Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarning darhol qo'yib berilishi kerakligi haqida qaror ma'qullandi. Bu tarixda Yevropa parlamentida Sharqiy Turkiston haqida chiqarilgan tunji va umumiy doiralik bir qaror hisoblanadi. Hakkında bir karar hazır resmi şekilde avaz koyulup tasdikten öttü. Bu bütün Şarkı Türkistan halkı için bir mübarek haber ve bu haqda qarashlarini bildirgan Sharqiy Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash mundaq dedi. Xitoy zulmiga xotim berish uchun hammaylar birlikda har sohada va har xil shaklda kurashni davomlashtiramiz. Bugun birlik kunidir. Texmo irodalik bo'ladigan kundir. O Yevropa parlamenti idora hay'atiga shundaqla dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur davosi uchun xizmat qilayotgan va Xitoy zulmiga guvohlik berayotgan hammalarga rahmatini bildirdi. Hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysoning bunday yaxshi bir natijani qo'lga keltirganligini tabrikladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan kompyuterlarga Amerikaning texnik maxfiyatligini o'g'irlash uchun mikro o'zak o'rnatilganligi o'tirg'i chiqdi. Bloomberg agentligining xabar qilishicha, Gürüş çoğunluğundaki bu qattiq detal Amazon ve Alma şirketining mahsulotlarida, shundaqla Amerikaning boshqa şirket ve davlat organlarida ishlatilgan. Xabarda 3 yillik maxfiy tekshirish orqali Xitoyning kompyuter qattiq detallarga yumshoq detallardimi aktivroq bo'lgan va bayqash qiyin bo'lgan mikro kirish eg'izi o'rinlashtirishga muvaffaq bo'lganligi bildirildi. Xitoy Pokiston iqtisod koridorining Gwadar portidagi faoliyatlari sababli rayonda nopsi bag'ansiri eshiyotgan Xitoylar uchun Xitoycha dars berayotgan maktablarning ochilishi norozilik keltirib chiqadi. Xitoy Pokiston iqtisod koridorining kirish eg'izi bo'lgan Gwadar portida kichik bir bozor qurish qarorining orqasidan Balojistonning yangi saylangan bosh ministri Xitoycha ma'rif uchun buyruq tushirdi. Baloj siyosiy partiyalari rayonga ko'chib kelgan Xitoy nopsining eshishiga ayishib, o'zlarining osonlik aylanib qilishdan andish qilmoqda. Amerika Mudofaa ministri James Mattis Rossiyaning o'ttir musofirlik radio qurollari kelishimiga xiloflik qilmaydiganligining kafolati yo'qligini ta'kidladi. Amerika Mudofaa ministri Mattis Beruselindagi NATO bosh shtabida o'tkazilgan mudofaa ministrlari yig'inida Rossiyaning o'ttir manzillik yadro qurollari kelishimiga xiloflik qilishi mumkinligini, Amerikaning buningga taqobil turish kerakligini aytdi. Amerika hukumati Xitoy hukumati bilan aloqasi bor bo'lgan hakkerlar guruhi haqida bir doklad e'lon qildi. Hukumat shirkatlardan tor hujumiga qarshi tadbir elishni talab qilmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Amerika davlat bexatarlik ministrligi Xitoy hakkerlari haqida bir doklad e'lon qildi. Mutaxassislarning qarashicha, Xitoy hakkerlar yangidan Amerikaning hujum nishoniga olgan